To'ytepaga keturishi mostni yopib qo'ygan. Bosh vazirimiz ketdilar. Xullas, okamiz o'zlarini chaqirdi endi. To'ytepaga olib ketyaptilar, zakaz qilganlar. To'ytepani Nurafshon degan shahri. Xo'p, zakaz qilganlar okamizga metalini ham qalinroq qilib, tishlarini yana ham usulini qilib berdik. Qancha bir ko'rasiz aka? Anchadan beri kuzataman, oxiri niyat qilib nasib qildi. Sexga kelib, zakaz qilib ketdilar o'zlari. Jarayonni ko'rdim. Haqiqatan o'zimiz ishlab chiqarganmizmi? Xudo xolasa, klientelimdan ham ko'p bo'lsa. Rahmat aka, rahmat. Aytganingizdek qilib beramiz. Ko'rdingiz? Xo'p, okalar qaranglar, mana garvekalar bilan komplekt qilib berganmiz. Bitta garvekani o'zi oka ham atapini ishlatyapsiz, ham issiq suv olyapsiz. Sizlarga alohida e'tibor berib qo'yasiz. Idealniy qilingan oka. Kempiyda bo'ladi. Kempiyda bo'lgan hisobiga rashrayni bo'lmaydi, katta uzoqroq ishlaydi. Keyin mana shu qo'lingiz kuydirmagani aniq mana shu oka. Gapimga javob beraman aka. O'zingiz xotirjam bo'ling, zakaz beravering aka. Toshkent shahri bo'ladi dastakamiz bepul. O'sha viloyat vohalaga o'sha postgacha pitakgacha olib beramiz. Prosta yo'l yopiqligi uchun akam o'zidan chaqirishga majbur bo'ldik. Oroq masofasi unaqa uzoq emas edi, prosta o'ta olmadik. Xo'p, aka, sovuq suv quysiz, обратный klapon bilan issiq suv chiqadi. Primoy. 2-3 tochkagacha tinmay beto'xtov issiq suv chiqarib beradi 50-55 gradusda. Xo'p, podachа bu yerda, обраткасы bu yoqda. Hamma shu narsalarni berdik, prosta hisobom aka. Sizlar bor, agar o'zingizga murojaat qilamiz, yangi yo'lda bizga yaqinroq raqam bo'ladi. Xudo xolasa, xudo xolasa. Ishlarimizni tashkil chaqiramiz. Xudo xolasa. Aka, videoga bitta like bosing. Hamma tanishingizga jo'natib qo'ying. Hozir yozda qovlagan payti. Ustunka qolsangiz, qishda ancha gazga kam to'laysiz. Joningiz sog' bo'lsin. Yaqinlarga tirs-tirs uchirib qo'yasizlar. Aka, yaxshi kunlar ishlating. Charchamaylar, ishlarga rivoj. Xo'p.